腾讯动漫 APP 肩部作品更新中。Osmondagi janglar 175-qism. Xab minorasi bilan ittifoq tuzish uchun Xiaoyan janob Xo bilan tabletkalar musobaqasi o'tkazdi. Bir paytlar Xo Yao Chen tomonidan mag'lubiyatga uchratilgan. Xo'ning yo'li haqiqiy alkimiyogarlik. Xiaoyan boshqacha yo'ldan foydalangan bo'lsa-da, ammo Xiaoyan 9 chaqmoq tabletkasini muvaffaqiyatli yarata oldi va eng kuchli chaqmoq qora iblisga bardosh bera oldi. Tabletkasi mukammal bo'lganligi tufayli oqsoqollik lavozimini qo'lga kiritdi. Animaniya kanalida maxsus. Men Xiaoyanman. Ulug' oqsoqol va barcha oqsoqollarga salom. Xab minorasining yangi oqsoqoli Xiaoyan. Xush kelibsan. Marhamat o'tir. Bugun men barchangizni chaqirishimga sabab Xab minorasining qoidasini buzishga majburmiz. Sababi yiqilgan yulduz pavilyoni. Yao Chen qaytgandan so'ng yulduz pavilyonining kuchi keskin oshdi. Xab minorasini tark etdi. Men senga aytgandim, fikrim o'zgarmaydi. Yetarli, ortiqcha narsa gapirmaylik. Xo'sh, yiqilgan yulduz pavilyonni eshitaylik. Xulosa qilishdan oldin barchangizga eslatishim kerak. Bu yilgi Xablar festivali jahannam ruhlari tufayli ko'plab alkimiyogarlarning vafotlariga sabab bo'ldi. Agar Xiaoyan to'lqinni o'zgartirmasa, muqaddas Xab shahri ruhlar zali tomonidan vayron qilinishi mumkin. Xab minorasi har doim hech qanday sulhlarga qo'shilmagan. Bu bizning birinchi qoidalarimizdan biri edi. Anchadan beri ruhlar zali bilan kelishmovchilikda bo'lsak ham, lekin ittifoq qoidalarini buzmaymiz. Bu narsa to'g'ri. Xab minorasi ko'plab odamlarning uyida. Yangi ittifoqqa qo'shilish yoki qo'shilmaslikni yaxshilab ko'rishimiz kerak. Xab minorasi ruhlar zalining nishonida. Bilsangiz kerak, Xab minorasining tashqarisidagi minglab alkimiyogarlar ruhlar zali tomonidan o'ldirilmoqda. Markaziy tekisliklarda minglab alkimiyogarlar bor. Ularning o'limiga Xab minorasini ayblamoqchimisan? Xab minorasi alkimiyogarlar qalbida muqaddas joy sifatida sanaladi. Siz aytayotgan gaplar ularning qulog'iga borsa, ular o'zini qanday his qiladi? Yosh do'stim Xiaoyan, sizning so'zlaringiz juda ta'sirli. Xab minorasi ko'plab vaqtlardan beri o'z pozitsiyasiga ega va ko'plab alkimiyogarlarni himoyalagan.
va himoya qila olmadingiz. Hozircha ular chidashi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ularni Xab minorasi himoya qila olmasligini tushunishadi. O'sha paytda Xab minorasini kim ayblamasligi mumkin. Xab minorasi alkimyogarlar qalbida o'rnini yo'qotgandan so'ng aytinglarchi, oddiy fraksiyadan nima farqingiz qoladi? Imonlik. Barchangiz tinchlaning. Yo'qchen, sening shogirding juda ham iqtidorli. Dori tayyorlashda ham, so'zlarda ham. Kechirasan, yoshlar juda mag'rur. Xafa bo'lgan bo'lsang, uzr so'rayman. U mag'rur bo'lishga loyiq. Keling, ovozga qo'yamiz. Agar ovozlar yarimidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu tasdiqlanadi degani, bu Xab minorasining qoidasidir. Men roziman. Ruhlar zali tobora ko'p ruhlarni yig'moqda. Umumjahon urushi aniq bo'ladi. Unga biz oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yadigan bo'lsak yaxshi. Eslasangiz kerak, 100 yillar avval bizga tuzoq qo'yishgan edi. Bizning neytralligimiz qo'rquvimiz tufaylidir. Sioyanning hozirgi kuchi bilan ishonchli ittifoq tuza olamiz. Shunchaki betaraf. Xab minorasi sen tufayli vayron bo'ladi. Men ham roziman. 7 ta rozilik bildirdi, bitta qarshi va bitta betaraf. E'lon qilaman, Xab minorasi ittifoqqa qo'shiladi. Sa'y-harakatlari va nihoyat natijasini berdi. Bu o'tgan yillar ichida Xab minorasi juda ham cheklanib qolgan edi. Barchasi ruhlar zali tufayli bu ittifoq orqali ruhlar zalini to'xtatamiz degan umiddaman va biz ular bilan oxirigacha kurashamiz. Oqsoqol, xavotir olmang. Agar ruhlar zali birinchi bo'lib hujum qilsa, faqatgina Xab minorasi ularga qarshi bo'lmaydi. Qaykendi, alyans qachon tuziladi? 3 kun ichida Yulduz pavilyoniga keling. O'sha paytda Yulduz pavilyoni, Olov vodiysi, Gullar sektasi va Xab minorasi ittifoqini tuzamiz. 3 kundan so'ng men o'zim yiqilgan Yulduz pavilyoniga tashrif buyuraman. 3 kundan keyin. Bu yiqilgan Yulduz pavilyoni asosiy masaba avrasiga ega. Men kutganimdek. Qariya, sen hali o'lmaganmisan? Shogirdim sizga bergan dori yaxshimidi? Ha, qanday shogird tanlashni bilasan sen qariya. Juda ham ajoyib. Salom, Xo'yun aka. Sioyan, men senga oxirgi bor aytgan so'zlarim esingda turibdimi hali? Mening nabiram seni juda yaxshi ko'radi. Bobojon. Nima? Hazillashmagan edingizmi? Realin, sen oxirgi bor tabletka so'raganda bermaganding va betaraflik qilganding o'shanda. Sen o'sha Xab minorasining bog'ini qo'riqlamaysanmi? Bu yerga shunchaki tomosha uchun keldingmi? Oxirgi marta sizga yordam bera olmaganimdan juda afsusdaman. Xab minorasi shu yerda ekan, sizga har qanday tabletkani tayyorlab bera olamiz. Ya'ni aytgan olamiz, Xab minorasi kabi ziqni emas. Agar senga nimadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol so'rashing mumkin. Gullar mazhabi hech kimni yubormabdi. Gullar mazhabi bilan biroz tushunmovchilik bo'lgandi. Balki Gullar
Ruhlar mazhabi faqat biroz kechikdi. Bunchayam sabrsiz bo'lmasangiz. Periqing, bag'ringizda keng. Yovchinchida ham omadli, hatto Periqingni ham taklif qila olgan. Men Yauchen uchun kelmadim. Ruhlar zali gullar mazhabiga zaif deb qaraydi. Qolaversa yaxshilikni qaytarishim kerak. Arzirli bahona topibsiz. Shunaqa shekilli. Balki Svonidan ham xabar olarsiz. Yana birini topaman deb boshqasini yo'qotib qo'ymang. Osmondagi janglar Animaniya kanalida maxsus. Birodarlar, hamma shu yerda ekan, alyansni muhokama qilish uchun konferensiya zaliga o'tsak. Ittifoqimiz kuchli bo'lishi uchun umid qilamanki, barcha qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Barchasini boshidan aniqlab olaylik. Barchangizning hudullaringiz bor. Bu ittifoq tuzildimi? Uni yuzaki emas, ichki tomonlama ham boshqarish kerak. Faqatgina ittifoqdoshlar bir-biriga yordam beradi va boshqalarning muammosiga qo'shilishga haqli emasmiz. Yaqin yillarda ruhlar zali bir necha bor hujum qildi. Qab minorasi ko'plab alkimiyogarlarni yo'qotdi. Tianming sektasi gullar sektasiga hujum qildi. Xuni va Makim esa jarohatlari tufayli tuzoqqa tushdi. Ning alyansi yulduz pavilyonini deyarli yo'q qildi. Bu ittifoq bir necha kuchlar qo'shilib kuchli mudofaani yaratishi uchundir. Kimdir muammoga duch kelsa, hamma yordam beradi. Bu so'z juda mantiqiy. Men qabul qilaman. Olov vodiysi bu narsaga qo'shiladi. Yauchen hammani shu yerga to'pladi. Ammo nima uchun hech gapirmayapti? Nima, qo'l bola xo'jayin bo'lmoqchimi? Bu safar unga yo'l bermayman. Minorasi barchani dori-darmon bilan ta'minlaydi va barcha alkimiyogarlarni qo'riqlaydi. Ammo yiqilgan yulduz pavilyonida strategiya bormi? Yillar davomida alkimiyogarlar ruhlar zalining asosiy maqsadi bo'lgan. Ular o'zlarini himoya qilish uchun kuchga ega emaslar. Ittifoq tuzilgandan so'ng barcha alkimiyogarlarni taklif qilamiz. Himoya qilish uchun. Juda ham yaxshi. Dushman juda qudratli. Bizga ittifoq yetakchisi kerak. Shunday ekan, yetakchini kim bo'lishi haqida muhokama qilaylik. Birinchi navbatda Pershin xonim o'z nomzodlarini qo'ysalar kerak. Ittifoq rahbari kuchli bo'lishi kerak. Hamda itoatkorlikni buyuradigan obro'ga ham. Men mos emasman. Xo'yon avlodlari kuchli bo'lsa ham jahldor. Shuning uchun ba'zi impulsiv harakat qiladi. Ular ham to'g'ri kelmaydi. Shu sababli oramizdagi eng munosib nomzod bu Katalin va Yauchen. Ularning ikkalasi ham juda kuchli. Markaziy tekstiklarda ham katta obro' va ta'sirga ega. Men ancha qaraganman, ammo ittifoqning bir chetini bo'lsa ushlab turishga hali ham kuchim bor. Ammo bunaqa kuchli ittifoq uchun men qarilik qilaman va odamni ham asta-sekin charchatib qo'yadi. U holda bunday mas'uliyatli ishni Yauchenga topshiramiz. Bunga nima deysiz? Men bu narsaga roziman. Periqingning taklifi juda ajoyib. Men ham bu narsaga rozilik bildiraman. Menimcha ham Yauchen mos keladi. Pavilyon ustasi Yauchen endi rad eta olmaysiz. Shuning uchun bu mas'uliyatli ishni a'lo darajada bajarishingizni so'rayman. Yauchen, bu safar qo'limdan chiqib keta olaman deb o'ylama. Yo'q, menga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Ishonchingiz uchun barchangizga rahmat. Ammo vaqtinchalik usta bo'lishim mumkin, lekin boshqa nomzod paydo bo'lsa, men voz kechaman. Birodarlar, bizning endi rahbarimiz bor. Endi ittifoqqa nom berishimiz kerak. 怎么也得起个响亮大气的，不如就叫浩然正气殿。 Bu juda bema'nilik-ku. Bizning raqiblarimiz ruhlar zalidir. Chunki jon zalni o'zining zali sifatida ishlatadi. Biz ularni bostirishimiz kerak. Shuning uchun osmon deb nomlasak-chi, samoviy saroy. Samoviy saroy ochilishi.
insoniyatning, osmondagi va yerdagilarning xaloskori. Ittifoqimiz nomini Samoviy saroy deb nomlaymiz. Samoviy saroy alyansi? Yaxshi ancha obro'li kishilarkan. Ittifoq tuzilgan ekan, Samoviy saroy nomiga qadah ko'taraylik. Samoviy saroy alyansi. Bu haqiqatan ham hayratlanarli. Lekin hayronman. Ular sali Bu ham qancha vaqt davom etarkan? sen ruhlar zali Tianzuni Vitse-prezidenti deb atasangiz yaxshiroq bo'ladi. Turgan yulduz pavilyoni zavisasi kelishi kerak bo'lmagan joy-ku. bu Tianzun qo'rqoq ekan. Faqatgina soya yuborishga jur'at qildi. Sengizga e'lon qilishim uchun soya yetarli. Samoviy saroy alyansi haqiqatan ham ruhlar zalini yo'q qilishi mumkin deb o'ylaysizmi? Bu yerga kelish uchun ancha qiyinchiliklardan o'tib, shunchaki gapirmoqchimisan? Bu safar sizning qo'lingizdagi Tao shehzodasi uchun kelgandim. Ota, Bunga Tao imperator jadisini topshir yoki bo'lmasa keyingi shu vaqt otangning o'lim sanasi sifatida ishonmaysiz. Telegramdagi Animaniya kanaliga qo'shiling. Animaniya ichki olamdagi eng sara animalar bizning Telegram kanalimizda. Yo'ji, tinchlik. nefretni senga topshirsam, otam tezroq vafot etishdan qo'rqaman. Agar nefretni xohlasangiz, otamni oldimga olib keling. Aks holda shunchaki tahdidlaringizga ishonmayman. Jadicha, otangizning hayoti muhim emasmi? O'limdagi nefret otamning o'lmasligi uchun garovdir. Otamni yana biroz qiynasangiz, men nefretni bo'laklarga bo'laman. Agar otam o'ladigan bo'lsa, nefretni mayda-mayda qilib tashlayman. Qanday shafqatsiz yigit. Bunday hiylalar sen uchun juda samarasiz. Ittifoqga hujum qilgan barchangizni bittama-bitta yo'q qilaman. Ittifoq tuzganingiz bilan ruhlar zaliga qarshi turaman deb o'ylamang. Hamning orasi gullar mazhabi yonayotgan olov vodiysi. Faqatgina mazhabingiz yo'q qilinishi va odamlaringizni o'ldirishini Ruhlar kuzating. zali axlatlari. Men har biringni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Ko'rganingizdek, ruhlar zali allaqachon bizning ittifoqni ko'rdi. Buni qanday hal qilishimiz mumkinligini ko'rishimiz kerak. Biz ularni birozgina qo'rqitishimiz kerak. Shunda ittifoq qanday ekanligini biladi. Ittifoqimiz xabari tarqalsa, ular albatta qo'l qovushtirib o'tirishmaydi. O'sha paytda dushmanga qarshi kurashish uchun birga ishlashimiz kerak. Ertaga Samoviy saroyni dunyoga e'lon qilamiz. Keyingi ishimiz ittifoqlar o'rtasidagi samoviy tuynikni ishga tushirishimiz kerak. Sizlarga ishonaman. To'rt yirik davlatning birlashishi, Yulduz pavilyoni, Hab minorasi, Gullar sektasi va Olov vodiysi markaziy tekisliklarda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hamma ruhlar zaliga qarshi birlashish uchun shaxsan ittifoq rahbari Yaochin harakatni boshladi. Ittifoq ta'siri kuchayib borar ekan, markaziy tekisliklardagi katta va kichik alyanslar ularga qo'shilishar edi yoki o'zlarining hududlarida ular ham alyanslar tashkil qilishgan. Hammaning hamkorligi va tartibli ishlashi bilan Samoviy saroy ittifoqi katta shakllanishga ega bo'la boshladi. Razvedkachilarimiz ruhlar zalining ikkita filialini topishibdi va ular davom etishyapti. Yonayotgan olov vodiysi haqida bir necha bor eslatib o'tilgan. Ularni butunlay yo'q qilish uchun jamoani boshqarish kerak. Urush qayerda boshlanishini bilmaymiz. Razvedka va himoyani kuchaytirib, sabr bilan kutishimiz kerak. Agar taxminim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ular 9 oydan keyingi paydo bo'ladigan tozalovchi iblis lotusini kutmoqda. Iblis lotus alangasi paydo bo'lganda, shubhasiz qit'adagi ko'p jangchilar u yerga borishadi. Mening bir yulduzli doshen kuchim yetarli bo'lmasligi mumkin. Men qariya choldan eshitganim, Suner tayyorlanish uchun qadimiy joyga kirganini eshitdim. U ilohiy qon chizig'i bilan doshen darajasiga ko'tarilishi mumkin. U bizga juda ham katta yordam berishi mumkin.
Meduza yetti rangli osmonga yetuvchi piton bilan Banshin darajasiga yetishi mumkin. Yetarlicha energiya kerak. Keyinchalik bizga juda ham katta yordam tekkan bo'lardi. Ammo oldinga siljitayotgan energiya juda katta va saralash uchun yetarlicha joylar kam. Men bir joyni bilaman. U sening rivojlanishingga yordam berishi kerak. Qadimgi osmon piton bilan solishtirishi mumkin bo'lgan 9 rangli osmonni yetib yuboruvchi piton. Qaysi joy? 9 chuqurlikning biri. Piton qabilasining 9-sariq bahori. Agar siz iblis lotusini bostirmoqchi bo'lsangiz, bu yerga borishingiz kerak. Men ham borishim kerakmi? Tozalovchi iblis lotus alangasi 1000 yilda bir paydo bo'ladi. Haligacha uni hech kim bo'ysundira olmadi. Bu ma'lumki, siz eng kuchli jangchilarga duch kelasiz. Tozalovchi iblis lotus alangasi ham. Juda ham qiyinchilik bilan olgan 9 inqilob tabletka retsepti. 9 sariq bahor hapi deb nomlangan. Hap ichidagi energiyasi jin olovini zaiflashtirishi mumkin va muvaffaqiyat darajasini ham oshiradi. Ushbu 9 sariq bahor tabletkasini tozalash uchun sariq bahor qon kristali kerak va bu Piton vodiysidagi sariq bahorda mavjud. U yerdan ikkalamiz ham kuchimizni oshirib qaytamiz. Ertaga yo'lga chiqamiz.